patent chekini chiqarish uchun kartamizni qo'yamiz. Kartani qo'ygandan keyin kodni teramiz. Kodni tergandan keyin все operatsiyani bosamiz. Все operatsiya. Patent chekini chiqarish uchun. Все operatsiya. Платежи и переводini bosamiz. Hozir bizga ko'rsatadi. Ana bizga mana tepadagi istoriya operatsiya kerak. Istoriya operatsiya ko'rinyaptimi? Istoriya operatsiya. Shuni bosamiz. Istoriya operatsiyani. Mana shu yerda to'lagan mana to'lagan bo'lsangiz OFK по городу Moskva deb chiqadi. Patent cheki, именно patent cheki. Shuni ustiga bosasiz. Shuni ustiga bosganingizdan keyin o'rtadagi operatsiya degan точка bor. Shuni bossangiz подключить автоплатеж yoki напечатать чек, напечатать чек bossangiz sizga chek chiqarib beradi. Mana shu yerdan hozir chek chiqadi. Mana chek tayyor. Patent cheki. Operatsiya завершена успешно. Mana shunaqa bankomatlardan bemalol do'stlar chiqarib olib olasizlar.